Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Aptal Xabarlar programmasi. Mazkur programmamızda ötken bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik muhim voqealarga ma'lumot beramiz. Men Erkin. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Radiomuzun Kucha nayisidən ahval egalləşi davamında Kucha nahiya bazarında 3 o'rinda yig'ilish lagerlarining borligi, hozir 4-chisinin qurilayotganligi oshkorlandi. Aloqador soqchi xodimlari Kucha nahiya bazarida 45 ming kishining yig'ilish lagerida ekanligini bayon qildi. Bunun içinde 10 mingdan 15 minggacha bo'lgan kishining Kuchadagi 3-chi yig'ilish lageriga so'langan bo'lishi mumkinligi ilgari surilmoqda. Kuchadagi aloqador xodimlarning oshkorlashicha, Xitoy doiralari navbatda Kuchada semut bilan qotirilgan 3 qavatlik zaratkorlik yasamoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayining rahbarlaridan tashkillangan bir o'mak 6 avgustdan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi bosh shtabida Uyg'ur masalasi bo'yicha o'z faoliyatlarini jiddiy qanot yaydirmoqda. Növbətdə BDT Erk Ayrımçılıqını Yo'qotish komitetining 96-cı növbətlik yig'ini Janvada ichilayotgan bo'lib, mazkur yig'inda Xitoyni o'z ichiga olgan 9 davlatning kishilik huquq ahvoli ko'zdan kechiriladi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi qurultay nomidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga maxsus doklad sunganligi, yig'in jarayonida Xitoyni Uyg'ur diyoridagi lagerlar masalasi bo'yicha javob berishga qistaydiganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın erki ayrımcılıkka karşı 96. qitimliq yig'ini içilish arifasida Xitoy inson haqlari himoyachilari nomli tashkilot Uyg'ur diyoridagi yig'ilish lagerlariga qamalgan kishilarning soni haqida eng yangi doklad e'lon qildi. Xitoyda g'oyat zo'r sondagi Uyg'urlar va boshqa millatlar majburiy qayta tarbiyalashga duch kelmoqda nomli mazkur dokladda navbatda lagerlarga qamalgan va majburiy shakldagi o'rganish kurslariga qatnashayotgan Uyg'urlar sonining allaqachon 3 milliondan oshib ketganligi faktlar bilan o'tirg'a qo'yildi. Mazkur doklad e'lon qilingandan keyin xalqarodagi cho'ng taratqularda ulab xabar qilinib, kuchli ta'sir paydo qildi. Yaqindan buyon Xitoy jasuslarining yer shari miqyosidagi uchur to'plash, texnika o'g'irlash, shuningdek chet ellardagi Uyg'ur Tibet siyosiy aktivlari va tashkilotlarining faoliyatlari haqida ma'lumot yig'ish harakati har qaysi davlatlarning diqqatini qo'zg'amoqda. Helsinki vaqti gazeti 9 avgust kuni maxsus maqola e'lon qilib, Xitoy jasuslarining Finlandiyadagi Uyg'ur va Tibetlar ustidan uchur to'playotgan bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. 9 avgust kuni yana Amerikada chiqadigan Politico gazetimi Prezident Trumpning Amerikadagi Xitoy o'quvchilarining hammasidagidek Xitoy uchun jasuslik qiladi deganligini ilgari surgan. Radiomuz bu yil 4-oyda Xitoy doiralari tarafidan doktorxonadan qochgan deyilgan, ammo yerlik aholilar lagerdan qochganligini ilgari surgan Qo'rg'os Ko'ktaloliq Fayzulla Uftuq haqida xabar bergan edi. Xabarda Xitoy soqchilarining bir haftalik aqtirish operatsiyasi davomida Fayzulla Uftuqni qayta tutqun qilganligi ilgari surilgan edi. Halbuki 2 avgust kuni Zimiston nomli xalqaro axborot jurnali Fayzulla Uftuq haqida tafsiliy ma'lumot e'lon qilib, uning Xitoy soqchilarining ayni vaqtdagi qo'g'lab tutish operatsiyasining oxirgi kunida etib o'ldirilganligini xabar qildi. Uyg'urlarning vatan sirtidagi eng ko'p jamoati Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashamoqda. Xitoyning Uyg'ur diyoridagi bostirish va etnik yo'qotish siyosati kuchaygan sari O'rta Osiyo davlatlaridagi Uyg'ur jamoatining milliy kimligini saqlash irodasi shunchalik oshmoqda. Yaqinda Qirg'izistondagi Uyg'ur yoshlari to'plari uyushib, Beshkek shahrida Yoshlik ovozi nomli bilim va zehn sinash musobaqasi o'tkazgan. Musobaqada Uyg'ur tarixi, kimligi, madaniyatiga doir savol-javoblar asos tema qilingan. Qozog'istondagi Uyg'ur ziyolilari va ma'rifchilarimi yaqinda Olmaota teshidagi Qaroq To'riq yezisida yig'ilish o'tkazib, Qozog'istondagi Uyg'ur maktablarini saqlab qolish haqida jiddiy muhokama olib borgan. Hörmətli televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Aptal Xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.